Demek kimyoning asosiy qonunlarini o'tdik yodlansa bo'lsa, massaning saqlanish qonuni, tarkibning doimiylik qonuni, ekvivalentlar qonuni, Kerral nisbatlar qonuni, hajmiy nisbatlar qonuni va Avogadro qonuni, 6 qonun o'tdik. Demak, bugun sizlar bilan ideal gaz qonunlarini o'tamiz. Qisqacha gaz qonunlari deganmiz. Ideal gaz qonunlari kengaytmasi. Demak, bunda qanday qonunlar giradi? Birinchisi Boyle-Marriott deb aytiladi. Men bilan yozib ketinglar. Boyle-Marriott. İkincisi. Qaysi ekan ikincisi? Gay-Lussac qonuni. Gay-Lussac. Üçüncüsü Charles qonuni. Bugun sizlar bilan o'rganadiganlarimiz shular. Mana bu 3 qonunni birlashtirib, bize birleşken gaz qonunini o'rganamiz. Yani 3 qonunni o'zida mujassamlashtirgan birleşken gaz qonuni. Bugun sizlar bilan o'rganadigan temalarimiz shular. Keyin undan keyin Mendeleyev-Clapeyron tenglamasini o'rganamiz. Mendeleyev Mana shularni o'rganamiz batafsil. Boyle-Marriott'dan başlayamiz. Qaranglar, bize de gaz qonunlarini o'rganayotgan vaqtimizda bilishimiz kerak, bize uchun muhim parametrlar bor. Sharoit deganda bize nimani tushunamiz? Sharoit nima bu? Avval o'rganganmiz sizlar bilan Avogadro qonunini o'rganganimizda. Sharoitni qaysi parametrlar belgilaydi? Sharoitni bosim belgilaydi. Bosim dedik yine. Bosim ve temperatura belgiliydi. Tushundikmi? Bosim ve temperatura belgilab beradi sharoitni. Hajm emas. Demek qaranglar, normal sharoit degan tushunchamiz bor. Standart sharoit degan tushunchamiz bor. Tushundikmi? Bu standart sharoit, bu normal sharoit. Normal sharoit bo'lsa, bo'lish uchun bosim 101,325 kilopascal bo'lishi kerak. Standart sharoit tushunam, bosim 101,325 kilopascal bo'lsa, kilo 1000 degan ma'noni bildiradi. Agar bizlar kilopascalni pascalga o'tirajak bo'lsak, 1000 ga ko'paytiramiz. 1000, demak 101,325 pascal bo'ladi agar pascalga o'tirsak. Tushundikmi? Xuddi mana shu bosimni kilopascalda emas, atmosfer bosimda ifodalayajak bo'lsak, bir atomi bo'ladi. Va bu yana teng bo'ladi agar bizlar bosimni fizikadan ham o'tgansizlar millimetr simob ustunida o'lchayajak bo'lsak, u holda 760 millimetr simob ustuni bo'ladi. Simob. Tushundikmi? Xuddi standart sharoitda ham shunday. Normal sharoit bilan standart sharoit nimasi bilan farq qiladi desa, temperatura bilan farq qiladi. Temperatura 0 gradus Selsiy bo'ladi. Normal sharoitda, standart sharoitda temperatura 20-25 gradus Selsiy atrofida bo'ladi. Tushundikmi? Standart bo'lishi 0 gradus bo'lmaydi. Masalan, xonadagi sharoit normal sharoitmi desa, yo'q, xonadagi sharoit normal sharoit emas. Xonadagi sharoit standart sharoit. Tushundikmi? Chunki biz normal sharoit 0 gradusda o'tirib o'qib bilamiz, dam olib bilamiz, yashab bilamiz. To'g'rimi? Bu normal sharoit emas. Demak, temperatura 0 gradus Selsiyda ifodalanadi. Katta T, Kelvin. Buni katta T o'tish uchun T gradus Selsiyga qo'shamiz 273,15 ni. Mana shu formula bilan biz Kelvinni o'tib olamiz. Tushundikmi? Bularda esa уже 270 ni shu sona qo'shamiz. Tushundikmi? Demak, biz asosan mana bu sharoitda ishlaymiz sizlar bilan. Masalan, 1 mol gaz normal sharoitda necha litrni egallaydi deb o'rgandik? 22,4 litrni egallaydi deb o'rgandik. Biz sizlar bilan hozircha qonun haqida hech gap so'z aytmadim, men sizlarga faqat sharoitni tushuntirdim. Tushundikmi? Demak, birinchisi Boyle-Marriott qonuni. Boyle-Marriott qonuni. Boyle-Marriott qonuni aytadi, temperatura o'zgarmas sharoitda deydi. Temperatura o'zgarmas deydi. Temperatura o'zgarmas degan sharoitni T teng konstanta deymiz. Konstant degan ma'no, ya'ni
T deb qo'ydimi? Demak, mana buni ma'nosi o'zgarmas degani. O'zgarmas degan ma'noni bildiradi. Konstant degan. Temperatura teng konstanta. O'zgarmas bo'lgan sharoit. Temperaturasi doimiy saqlanadigan holatda dedi. Gazlarni bosimini hajmga ko'paytmasa o'zgarmas bo'ladi dedi. Tushundikmi? Boylmarot aytadi, yana ayting. Temperatura o'zgarmas bo'lgan sharoitda bosimni hajmga ko'paytmasi doimiy bo'ladi dedi. Ya'ni P ko'paytirilgan V teng konstant dedi. Tushundikmi? Qachon temperatura o'zgaruvchan bo'lgandami yoki o'zgarmas bo'lganindami? O'zgarmas bo'lganida. Tushundikmi? Demak, qaranglar, bu degani P1 V1 teng P2 V2 teng P3 V3 davom etib ketaveradi. Tushundikmi? Demak, e'tibor beramiz. T teng konstanta degani bu izotermik jarayon deyiladi. Izo degani bu bir xil degani. T teng konstanta degani so'z bilan ifodalaydigan bo'lsak, izotermik jarayon. Termik degan so'z temperatura bilan bog'liq. Tushundikmi? Mana izotermik jarayon Boyle-Marot qonuni. Tushundikmi? Demak, mana buni bizlar yana qanday ifodalashimiz mumkin? P0 ko'paytirilgan V0 teng P1 ko'paytirilgan V1 deymiz. Tushundikmi? Mana bizlarga kerak bo'lgan holat. Boyle-Marotni mana shu oxirgi shu holatga olib kelib qo'yamiz. Va P0 nima desangizlar, P0 bu normal sharoitdagi bosim. T0 nima desangizlar, normal sharoitdagi temperatura. Bu teng bo'ladi 101,325 yana aytdik. Va temperatura teng bo'ladi 273,15 Kelvin. Tushundikmi? Xo'p, keyingisini o'tamiz. Keyingi qonun, ikkinchi qonunimiz nima bu? Gay-Lussac qonuni. Gay-Lussac. Gay-Lussac qonuni aytadi, nima o'zgarmas bo'lishi kerak? Bosim yoki hajmmi? Bosim konstanta bo'lishi kerak. Tushundikmi? Bosim konstanta bo'lsa, u holda Gay-Lussac qonuni quyidagicha ifodalanadi. Hajmni temperaturaga nisbati dedi. Hajmni temperaturaga nisbati doimiy bo'ladi dedi. Ya'ni o'zgarmas bo'ladi dedi. Tushundikmi? Demak, hajm V0 taqsim T0 teng V1 taqsim T1. Mana bu Gay-Lussac qonuni. Bemalol davom ettirib ketish mumkin edi. Mana V0 taqsim T0 teng V1 taqsim T1 teng V2 taqsim T2 va hokazo. Endi e'tibor beringlar. Masalan, bosim, hajm 20 bo'lsa, temperatura masalan 40 bo'lsa. Necha 1-2 nisbatda gap turibmi? U holda aytadi, hajm 3 barobar oshsa 60 bo'ladi-ku. U holda inobam 3 barobar oshadi deydi. Bu necha bo'ladi? 120 bo'ladi. Yana 1-2 nisbat chiqdimi? Ya'ni 40 ni 20 ga bo'lsam 2 chiqib turadimi? 120 ni 60 ga bo'lsam 2 chiqadi. Nisbat nima qiladi? Saqlanib boraveradi. Tushundikmi? Demak, bosim o'zgarmas bo'lgani uchun bu jarayonni biza qanday jarayon deymiz? Izobarik jarayon deymiz. Izobarik. Bosim o'lchaydigan asbob barometr deyiladi. Izo degan bir xil degan ma'noda beriladi. Demak, bosim bir xil bo'lgan jarayon izobarik jarayon deyiladi. Demak, Gay-Lussac qonuni izobarik jarayon, ya'ni P teng konstanta bo'lgan jarayonni ifodalaydi va proporsionallikni ko'ringlar. Agar dedi hajm oshsa dedi, temperatura oshadi dedi, yoki temperatura oshsa, hajm oshadi dedi. Tushundikmi? Agar temperatura kamaysa, unda hajm ham kamayadi dedi. Mana bu strikalar bir xil yo'nalishda harakatlanib turibmi? U holda aytadi, bular to'g'ri proporsional dedi. To'g'ri proporsional degan tushunchani nima bu desa,
Demek bir parametre o'zgarganda, ya'ni necha marta ortsa, ikkinchi parametr shuncha marta ortadi. Tushundikmi? Agar teskari proporsional bo'lganda, mana buna o'xshab. Bu holatga o'xshab. Unda mana bu holatda teskari proporsionallik bor. Agar bosim oshsa, hajm kamayadi. Hajm oshsa, demak bosim kamayadi. Bular bir-biriga teskari proporsional. Tushundikmi? Bular teskari proporsional. Bular atasi hajm bilan temperatura to'g'ri proporsional. Tushundikmi? Demak, biz hozir sizlar bilan Gelius-Sakni qonunini ko'rdik. Va keyingi qonunimiz bor ekan bizani. 3-qonun. Sharl qonuni. Sharl qonuni. Sharl qonunida V teng konstanta bo'ladi. Sharl qonuni aytadi, agar hajm o'zgarmas bo'lsa, dedi, bosimni temperaturaga nisbati o'zgarmas dedi. Tushundikmi? Demak, Sharl qonunida nima deb turibdi? Hajm konstanta desa, demak bu jarayon izoxorik jarayon deyiladi. Izoxorik jarayon. Tushundikmi? Demak, buni mana bunday davom ettirishimiz mumkin. P0 taqsim T0 teng P1 taqsim V1. Mana Sharl qonunining ifodasi. Bemalol davom ettirib ketishim mumkin. Buni P2 taqsim V2 neda xato ketibdi? E'tibor bermayapmiz. Demak, mana bu V aylanib ketibdi-ku. Yana bu. T1, T2, P3, T3. Diqqat etamiz. Demak, V konstanta bo'lgan sharoitda, demak, formulasida qatnashmaydi. Chunki o'zgarmadi. O'zgarib turgan parametrlar tasvirlanadi formulasida. Tushundikmi? Demak, bunga ko'ra bosim bilan temperatura bir-biriga to'g'ri proporsional bo'ladi. Tushundikmi? Demak, bosim oshsa, temperatura oshadi, temperatura kamaysa, bosim kamayadi. Bir xil yo'nalishda harakatlanadi. Tushundikmi? Demak, bular bir-biriga to'g'ri proporsional ekan. Endi 3 qonunni birlashtiramizdan birlashgan gaz qonunini yaratamiz. Demak, 4-si birlashgan gaz qonuni. Voy, yomon ketdi-ku. Birlashgan gaz qonuni. Demak, birlashgan gaz qonuniga ko'ra P0 V0 taqsim T0 teng P1 V1 T1. Shu formulani qaranglar, men hozir 4 marta yozaman, necha yozayotganimni tushuntiraman keyin. P0 V0 taqsim T0 P1 V1 taqsim T1. Endi sizlar aytibdinglar, men sizlar aytganingizni yozaman. P0 o'qigan edikmi? Dilmurat ayt. P1 V1 Davay. Yana. P0 V0 T0. Nechun men shu bir dona formulani 4 marta yozdim? Sizlar yodlatish uchunmi? Qaranglar. Göz çek mana o. Demek, qaranglar. Bu birlashgan gaz qonuni. Birinchi paydo bo'lganini tarixini tushuntiraman hozir. Endi qaranglar. Boshlab o'chiramiz. Endi T konstantada birinchisida. T konstanta bo'lsa, mana bularni nima qilamiz? O'chiramiz. Shuni mazga o'chirdim. Mana bu bilan ishlaymiz. Mana o'chirib tashlasam, nima qoladi? Agar izotermik jarayonda nima o'chib ketadi? Temperatura o'chib ketadi. U holda bizda P0 V0 teng P1 V1 degan formula gap chiqdi. Mana bu holat gap chiqdimi?
Endi qaytamiz. Endi mana bu holatdan nimani o'chiramiz? Bosimni o'chiramiz, bo'ladimi? Bosimni o'chsam. Bu 0 taqsim T0, bu 1 taqsim T1 qoldi. To'g'rimi? Mana. Shu keldimi? Bosimni o'chirdik. Endi qaranglar. Endi mana bu holatdan izohorik jarayonda buni o'chiramiz. Shu gap chiqdimi? Tushundikmi? Demak, qaranglar, agar sizlarni yodlash, Boyle-Marriott qonuni, Gelius-Sak qonuni yoki bo'lmasa Sharl qonuni yodlashga qiynalsangizlar yoki chalkashtirib yuborsangizlar, luz shu birlashgan gaz qonunini yodlanglar. Tushundikmi? Temperatura izohorik jarayonni matematik ifodasini yozib ber desa, demak, formuladan buni o'chirib tashlaysizlar, qolgan narsani yozasizlar. Tushundikmi? Agar izobarik jarayonni yozib ber desa, bosimni o'chirib tashlaysizlar. Tushundikmi? Unda qolgani izobarik jarayonni tasvirlaydi. Agar sizdan izotermik jarayonni yozib berish so'rasa, buni o'chirib tashlaysizlar. Nima qoladi? P0 bu 0 teng P1 bu 1 qoladi. Tushundikmi? Demak, bu birlashgan gaz qonuni edi. Endi qaranglar. Sizlarga topshiriq. P0 V0 T0 teng P1 V1 T1. Sizlar uyga vazifa desam ham bo'ladi, shu yerda bajarsangizlar ham bo'ladi. Mana bular sizlarga topshiriq bo'ladi, hozir beraman. Shu yerdan P1 ni hisoblab topasizlar. Birinchi misol, V1 ni hisoblab topasizlar. Ikkinchisi T1 ni hisoblab topasizlar. Uchinchisi. Men sizlarga bu 0 ni hisoblab topishni o'rgataman. Bu 0 ni topish uchun nima qilamiz? Qaranglar, mana bunday chizamiz. Bu proporsiya. Biz sizlar bilan oddiy ximiyada mana buni chiziq tortib proporsiya tuzib o'tirdik. Nisbat ko'rinishidagi proporsiyani biz sizlar bilan ishlamadik. Lekin qaranglar, bu 0 ni topish uchun bu 0 ni diagonali mahajda turadimi yoki suratda turadimi? Bu 0 ni diagonali. Tushundikmi? Avvalgi proporsiyamizda ham x ni diagonali neda turar edi? Mahajda turar edi. Demak, hozir ham